2026-yıl 5 yanvar kuni Adliya vazirligi tomonidan notarial harakatlarni videokonferensiya aloqa rejimi orqali amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom ro'yxatga olindi. Ushbu nizomga ko'ra, notariuslar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini idoraga kelmagan holda masofadan turib videokonferensiya aloqa rejimi orqali notarial harakatlarni amalga oshirish belgilandi. Bunga ko'ra, e-Notarius.uz hamda Notarius.uz avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Elektron platformaga fuqaro yoki yuridik shaxsning vakili notarial idoraga kelishni amalga oshirishning imkoni bo'lmagan holda amalga oshirilib, bunda jismoniy shaxsga qanday notarial harakat amalga oshirish lozimligi ko'rsatiladi. Shu harakatlarni amalga oshirish belgilangan tartibda to'ldiriladi. Bu notariusga kelib tushgan kundan boshlab bir ish kuni vaqt davomida notarial harakatlarni amalga oshirish imkonini beradi. Agarda notarial harakatlarni amalga oshirish davomida harakatlarda kamchiliklar ko'rsatilgan bo'lsa, notarius uni belgilangan tartibda qayta rasmiylashtirish uchun qaytarib yuboradi. Keyin notarial videokonferensiya aloqa rejimi orqali notarial harakatni amalga oshirishda notarius taraflarga huquq-majburiyatlarni tushuntiradi. Bunda videokonferensiya aloqa rejimi orqali o'tkaziladigan notarial harakatida ovoz, tasvir aniq, tiniq, ravshan bo'lishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.